Salom nomradilar, sizlar bilan Xonvom. Bugungi videomizda biz sizlar bilan oxirgi so'nggi hafta to'planib qolgan xabarlarni muhokama qilamiz, chunki biz o'ylab qarasam ancha bo'pti gaplashmaganimizga. Biz oxirgi bekatda to'xtagan serialni, demak, ozginasini davom ettiramiz. Ya'ni Taktar, Odilxon, Saturn, Mike Tyson, xullas mana shularni davom ettiramiz. Bular haqida xabarlarni. 19-aprel kuni, mana yaqin qoldi juda ham, bir necha hafta. Demak, o'zbek Mike Tyson, Jasurbek Jo'rayev, demak, birinchi deyarli debyutini, demak, amalga oshiradi Oktagon ligasida. Kazbek Talen degan uni raqibi debyutant mana shu bilan jang o'tkazadi 19-aprelda. Taysonni birinchi jangi bo'lgan edi, Odilxon bilan yutkazib qo'ygan edi. Endi mana ikkinchi jangida ko'ramiz qanaqa jang o'tkazadi. Oktagon 71 turnirida ushbu janglar, demak, ushbu jang bo'lib o'tadi. O'ylaymizki, yaxshi bo'ladi va sizlar Taysondan umidinglar qanaqa? Esimda Odilxon bilan Taysonni jangini juda ham maza qilib, juda ham ko'p odam kutib ko'rgan edi. Endi bu jangni sizlar kutyapsizlarmi yoki yo'qmi? Men albatta o'zimizni jangchiga g'alaba tilayman. O'ylaymizki, o'tgan safargidan ancha dars olib bu safar yaxshi urishadi. Shuningdek, Oktagon ligasi do'stlar bizga Saturn, ya'ni Og'abekni va Toktarni jangini bizga e'lon qilish arafasida turgan bo'lishi mumkin. Shunaqa ehtimollar bor. Chunki Oktagon ligasi o'z tarmoqlarida mana bunaqa suratlar joylagan. Saturn va Toktar mana yuzma-yuz ko'rishgan va nima uchun bunaqa bo'lyapti bilmaymiz. Hozircha Odilxon umuman olganda chetga surildi. Hozircha uni taqdiri noma'lum. Nima bo'ladi Oktagon ligada, menimcha jang o'tkazmasligi ham mumkin Odilxon. Yoki bo'lmasam o'zi o'tkizsa yaxshi bo'lardi. Toktar bilan konfliktga nuqta qo'ysa. Ammo yaqinda bo'lib o'tadigan press konferensiyada, ya'ni aniqrog'i o'sha bo'lib o'tgan bu press konferensiya bizga video formatini taqdim etishda menimcha Saturn va Toktarni jangini biz ko'rishimiz mumkin. Shunaqa ehtimollar bor. Ushbu jangda ming afsuski Saturnning imkoniyatlari kamroq, albatta, agar Toktar bilan u jang o'tkazadigan bo'lsa. Nima ham deymiz? Bu jang bitta zarba hamma yoqda hal qiladi deb umid qilamiz. Doim shunaqa deymiz-ku. Oldin bir jangini ko'raylik, a? Endi jiddiy xabarlarga o'tadigan bo'lsak, demak, One Fight Night 30 turnirida Sanjar Zokirov jang o'tkazdi. Bilasiz, Sanjar Zokirov juda ham yaxshi jangchi. Men ko'p muhokama qilaman o'z videolarimda. Zokirov taking flight, connecting with the thigh on the chin. And then boom, there's another one of those low kicks. Tornado laqabli Sanjar Zokirov bugun Bokang Masunyani degan raqibni mag'lub etdi. Agar ism familiyasini xullas to'g'ri o'qigan bo'lsam juda ham qiyin ekan. Sanjar Zokirov hozir juda ham yaxshi ketmoqda o'z g'alabalari bilan va kelajakda biz yaqin orada UFC'da ko'rib qolishimiz mumkin ushbu jangchini. O'tgan videoimda ham bir necha oy oldin yoki hafta oldin men sizlarga bu haqida aytgan edim. Uradiyam. Bugun do'stlar yana bitta juda ham ajoyib janglar bor. Boks bo'yicha bu Bahodir Jalolov va Otabek Xalmatovni jangi. Ostonada ushbu janglar bo'lib o'tadi. Bahodir Jalolov ukrainalik jangchiga qarshi jang o'tkazadi. O'tgan videolarimda men bu haqida xabar bergandim Bahodir Jalolov haqida. Otabek Xalmatov filippinlik Jason Kanoga qarshi jang o'tkazadi. Jalolovning 10 raundlik jangi bo'ladi, super og'ir vaznda. Otabek Xolmatovniki esa albatta oddiy og'ir vaznda 8 raundlik bo'ladi. Demak, Toshkent vaqti bilan 8:00 da ushbu janglarni tomosha qilishimiz mumkin. Qayerda qanaqa hamma ma'lumotlar Telegramga tashlanadi. Harakat qilaman sizlarga tashlashga. Barcha bepul havolalarni. Bunaqa janglardan obunachilarni sovg'a qilyapti Telegramda. Kommentariyada Telegram silkasi bor, o'tamiz. Va Telegramdagi silka orqali ro'yxatga o'tib iPhone promogini kirgizsangiz 10 million so'mga ega bo'lasiz va u orqali sovg'a qilishingiz mumkin. Omad tilayman, chunki omaddan boshqa hech narsa yordam bermasligi mumkin. Pul. Bizda esa mana shunaqa ajoyib xabarlar edi do'stlar. O'ylaymanki yoqqan bo'lsa like, kommentariya, obuna, xullas hammasini o'zingizlar bilasizlar. Bomba qilib tashlashni, kommentariyalarni yozamiz. Keyingi videolarda, ya'ni ertaga ko'rishguncha va nima haqida video qilamiz, yozinglar buni ham.